Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. 2026-yil 21-mart kuni O'zbekiston jamoat xo'jaligi Parsizda 86-yilda tug'ilgan yigitlar tarafidan bir Navro'z ayyomi, Navro'z bayramini tashkillashtirdik. Ertaga bo'ladigan futbol o'yinlarimiz bor. Barcha futbol muxlislarini taklif qilamiz. 21-kuni ertalab konsert dasturlarimiz bor. Taalluqli xonandalar keladi. Kurashimiz bor, kurash. Soat 3larga borib kurash tuganiki kubkari bo'ladi. Kubkariga hamma palvonlarni, otbozlarni lutfan taklif qilamiz. Xolos 86-yillar bir hammamiz bir 90 ta 100 ta bola yaxshi pul yiqqanmiz. Elga bir yaxshi duo olish maqsadida mana shu bayramni tashkillashtiryapmiz. Hamma muxlislarni kubkari, kurash, futbol muxlislari, konsertga muxlislarni hammasini 21-kuni O'zbekiston jamoat xo'jaligidagi shu tepamizga Parsiz Jaydar arenaga taklif qilamiz. Rahmat. Zotlarimiz zo'r bo'ladi, xudo xolasa. O'tgan yili bo'lganday kurashdan ham undan ham zo'r bo'ladigan niyatdamiz, xudo xolasa. Yaxshi zotlar bo'ladi, bemalol kelingizlar. Rahmat. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana 1986-yilga tug'ilgan yigitlar Navro'z qilyapti. Bilasizlar, Parsizda o'zi kurashimiz umuman kam bo'lmaydi. 30 yil, 40 yildan beri an'ana bo'lgan. Nasib bo'lsa kurash yaxshi o'tkazishimiz, sog'lig'ini xohlagancha, cho'rayligida kurash bo'lib, mana bir xil mana Issiq polvon hammamiz boshchiligimizda kurash o'tkazishimiz kerak. Shuning uchun faqat sizlardan iltimos polvonimiz ko'p bo'lish kerak. 21-kuni eski Parsiz Tivada kurash bo'ladi. Yigitlar Kingizlar polvonlar. Soat 10:00 da boshlanadi kurash. 10:00 da boshlanadi. Undan chiqib Dodiqda kurash bor. 2dan keyin. Soat 2dan keyin. 2-3gacha kurash bo'ladi nasibsa. Ko'p, ana solimlari ko'p, hammasi yig'ingan. Akalar bitta mana Issiq polvon hammamiz chaqirib, mana kurashni yaxshi o'tkazib beringizlar deb iltimos qilyapti. Mana Issiq polvon gapiring qan. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana hammalaringizni mana shu bizda Navro'z bayrami bilan avvalo tabriklayman. Mana shu Chiroq Qashqadaryo viloyat Chiroq tuman eski Parsizda 1986-yilda tug'ilgan bolalarimiz mana shu yilgi Navro'z bayramini o'tkazyapti ekan. Mana shu yigitlar mana hammasi turibdi, qaysidir Amerikada ishlaydiganlar ham bor ekan ichida. Amerikadan kelib mana shu Navro'zni o'tkazish uchun qatnashyapti. Mana shunday himmat qilib Amerika davlatidan kelib qatnashyapti. Yomon bo'lmaydi. Xudo xolasa mana kurashi bor ekan. 21-mart kuni soat 10da eski Parsiz Tivada bizda u Tiva shunday bir polvonlar sizlarga aytyapman, muxlislarga ham aytyapman. Tiva shunday joyki biz 30 yil avval kurashganmiz. Shu paytlar ham eng adolatli, halol kurash bo'lgan. Shu zoti ham kam bo'lmagan. Shu paytda bizlar shu maza qilganmiz, shu Tivada kurashib katta bo'lganmiz. Juda ham qiziq bir esda qoladigan kurashlar bo'lgan. Shuning uchun mana shu kurashga kelib, mana shu Surxondaryodan, Samarqand viloyatidan, Buxoro viloyatidan kelib, mana shu Qashqadaryoning hamma tumanlaridan kelib polvonlar qatnashishini tarafdorimiz. Shu sizlar kelib kurashadigan, kelib kurashga arziydigan zotlar qo'yiladi. Xudo xolasa mana biz buni shu polvonlar mana shu Navro'zchilar bilan maslahatlashgan holda aytyapmiz. Biz havodan olib gapirmayapmiz. Mana shu sizlarni Surxondaryodan kelib kelyapti, Buxorodan kelib, Qashqadaryoning eng katta polvonlari kelib kurashishga arziydigan zotlar qo'yiladi. Inshaalloh hammamizni mana shunday bir yaxshi to'ylarni o'tkazishimizni, eson-omon o'tkazishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Mana shu yigitlarga kuch-quvvat bersin. 100 million so'm pulimiz bor deyapti. Yana yoqdan bu yoqdan aytiladi. Kam bo'lmaydi. Butun O'zbekiston polvonlarini 200 million bo'ladi. Mana shu kurashga taklif qolaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Tamam. Kurashga bosh vakol Akramxon Eshonov. Bosh vakol Akramxon Eshonov. Bizlar ijodda nazoratda turamiz. Qo'limizdan kelgancha maslahat berib turamiz. ko'pkariga bosh vakol. Ko'pkariga Sherali. Rahmat. Sherali aka, siz ham gapiring. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yana bir bor shu bayram bilan tabriklaymiz. Mana yuqorida bir yaxshi akalarimiz, zo'r polvonlar tilaklar aytdi, shularga qo'shilamiz.
kurashimiz zo'r bo'ladi. Xudo xolasa bemalol polvonlar hammasini taklif qilamiz. Pulimiz xudo xolasa shu 200 millionga borib qo'yadi. Bemalol kelaversin hammasi. Kurashni o'ziga. Kurashni o'ziga. Ko'pkarimiz ham zo'r bo'ladi. Ko'pkarimiz ham nasib qilsa hech bu to'rakdan bo'lmaydigan ko'pkar bo'ladi xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi. Bemalol polvonlar, otbozlar hammasini taklif qilaveramiz. Rahmat.